Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüyatqınızlar Uyğur Radio Televiziyası Keşif Xəbərlər proqramısı. Bugünkü proqramımızda muşu bir həftə içində dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergen Uyğurlarga dair bir qism xəbərlər və dünya xəbərlərini huzurunuzlarga sunumuz. Mən Jalaliddin Qarxan. İstanbuldagi Xitoy konsuli Uyğur o'quvchilarini iftar faoliyatiga taklif qildi. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda yashayotgan xalqimizning diniy e'tiqod erkinligi qattiq cheklamaga uchrayotgan, masjidlar cheqilib, Qur'onlar ko'ydirilayotgan, ro'za tutish cheklangan, hatto ro'za tutganlar jazolanayotgan bugünkidek kunda İstanbuldagi Xitoy konsulxonasining 27 may Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berdiganligi haqidagi faoliyat o'rni aniq bo'lmagan bir iftor chaqiriqi 21 maydan e'tiboran ijtimoiy taratqularda tarqalishga boshladi. Mazkur xabar chiqqandan keyin İstanbuldagi ijtimoiy tashkilotlar va shu joyda yashayotgan Uyg'urlar jiddiy safarbarlikka kelish orqali 26 may iftorlik beriladigan o'rinning İstanbul Beshiktashdagi Shangri-La mehmonxonasida ekanligini jazmlashtirdi. 27 may Sharqiy Turkiston Milliy Majlisining raisi Seyit Tumturk apandining chaqiriqi bilan Ma'rif jamiyati, Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati, Sharqiy Turkiston tantarbiya taraqqiyot markazi, Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi, Buyuk Turkistonliklar jamiyati, Mahmud Qashqari ta'lim-tarbiya markazi qatorliq jamiyat rahbarlari, a'zolari hamda ommadan tashkillangan 100 dan ortiq kishi Xitoyning dunyo jamoatchiligi va Turkiya xalqi oldida elib berayotgan bu ko'z bo'yamchiligiga qarta qarshilik ko'rsatish namoyishi elib bordi. Xitoy o'tgan yilgi Ramazondami o'xshash shaklda Uyg'ur o'quvchilarini iftorga chaqirgan bo'lib, ayni chog'dami Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning qattiq qarshiligiga uchirgan edi. Bu qitimliq namoyishga qatnashuvchilar bas-basda Xitoyning bu oshkori yolg'onchiligiga qattiq noroziligini bildirishdi. Tuvanda diqqətinizlər muxbirimizning Sharq Turkiston Milliy Majlisining raisi Seyit Tumturk apandi bilan bo'lgan söhbətida bo'lsin. Assalomu alaykum Seyit Tumturk apandim. Aldı bilan men istansimiz nomidan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiraman. Endi bu qatimliq namoyish hammamizning xabarda bo'lgandek ulug' ro'za Ramazonda o'tkazildi. Endi bu qatimliq namoyishninki tuyuqsiz bundoq o'tkazilishidagi sabab, muddo nima? Bu haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Hurmatli muxbir apandim, Xitoy İstanbul Baş Konsuli bu yıl 5. ayının 27. günü İstanbul'da Beşiktaş'ta, yani şu Shangri-La mehmonxonasida xuddi bultuğuga o'xshash bir yolg'on iftani 200 limichi bir saxta iftani ijro qildi. Endi bu iftaninki tuyqusda bo'lishi, buning ho'shirilishi, buning maxfiy tutilishi Xitoy buni necha kundan yoqi qildigan bo'lsa-mu, buni hech qanday bir matbuotda yoki tor taratquda oshkorlamasligi Xitoyning bultuqi ifta faoliyatidan mag'lubiyat bilan shu yerda sharmandalarcha mag'lubiyati bilan oxirlashgan. Shuningki natijasida bu yil o'xshash mag'lubiyatga uchirmaslik uchun Xitoy necha kundan yoqi tayyorlik qilgan bu ifta faoliyatini, buning o'rnini, vaqtini maxfiy tutdi. Biz oxirgi kuni, ya'ni 5. ayının 27 2019 günü peshin namoziga yaqin bu uchurni egalladik, o'rni va vaqti aniq bekitilibdi. Shu mehmonxonaga telefon qilib biz surishtirgan vaqtimizda ras bugun kechda Xitoy Bosh konsulxonasi iftor bermoqchi deb mushuni bizga ularmi muqimlashganligini yetkazdi. Undan keyin men darhol Qaysariydan aeroplan bilan İstanbulga safarga chiqdim va safarning oldida 1-2 soat oldida shu peshin namozda takribi 2-3 minutlik bir ovoz qoldirib, yana Sharqiy Turkistonda qarindoshlarimizni, İstanbuldagi Uyg'ur jamoatini Xitoyning shu İstanbuldagi iftor faoliyatiga qarshi
özümüzün vicdani, imani, milli mesuliyetimizni ada kılış, bunun sahtipazlikiga vatanda rozunu cheklab İstanbul'da işbda bermen degan bu sapsatisiga dal vaqtida va joyida raddiy turuşumuz gerek ekanligini bunu jakarıldık. Allah razı olsun. Mesuliyet duygusu var. Vataniga, milletiga samimiy qarindoshlarimiz ve teşkilat mesullarimiz bu avazımızga derhal avaz qo'shib şu mesuliyetini ada kıldı. Hem halkımız mı, neçe yüzlügen qarindoshlarimiz, cemaatimiz mi dal vaqtida bir neçe saat qolgan bir faaliyet olsun mu iştirak qilib bu mesuliyetini ada kıldı. Ulardan Allah razı olsun. Hürmetli Seyitun Türk efendim. Hemimizninki xabarda bo'lgandek bulturmu Xitoymuş o'xshash shaklda iftorlik ziyofatini berishga urilgan edi. Ammo siz boshliq sizninki safarbarligingiz ostida nurg'unlagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bu iftor faoliyatiga qarshi bir faoliyat o'tkazgan edinglar. Hamda bu faoliyatni Xitoyning bu faoliyatini to'siya olgandinglar. Endi bu Xitoy vatanimiz Sharq Turkistonda bütün dinsizlaştırılgan siyasetini ilip beriyotidi. Hatta roz tutuş bir yoqda tutsin, namoz o'qish, hatta musulmoncha ism qo'yishni cheklayotgan bu bir xil vaziyatda bular yine numus qilmasdan chet ellarda o'zini nihoyatda bir din suyar, diniy erkinligi bor bir davlat qilib ko'rsatishga kuchining boricha tirishayotidi. Endi bu qatımlıq bu iftar ziyafati Türkiye'deki yerli xalqqa qandaq ta'sir verdi. Endi demoqchi o'g'lim, ya'ni bular Xitoyninki muşundaq diniy erkinligini cheklagan muştaq bir diktator davlati deb mundaq o'ylamdi yoki bo'lmasa Xitoyni diniy erkinligi ba har jihatdan erkin deb mundaq o'ylandi. Endi Xitoyga bo'lgan tushunchasi qandaq, endi mushundaq faoliyatlarni o'rnalashtirish orqali bu Turkiyadagi yerlik xalqlarningki ideyasini o'zgartira oldimi? Rahmat. Xitoyning bu xil ilimikir aldamcı siyasetleri Türk milletide hiç kaçan karşılık körelmeydi, karşılık tapalmaydı. Türk milleti Xitoyga hergiz işenmeydi hem aldanmaydı. Bunu iniq biliglik. Bizning qilgan faaliyetlerimiz, teşvikatlarımız ve bulup mu tor dünyasındaki hizmetlerimiz bu vatanda bulavatkan Xitoy rezillikini, Xitoy cinayetlerini Türk milletiga allaqachon nayeti yoruk bir şekilde tonuşturuluk. Türk milleti Şarkı Türkistan'daki Xitoy cinayetlerini, Xitoy asimilasya ve katliamlarını bek iniq biliglik. Ama afsus xalqaro vaziyat, Türkiye'nin xalqaro siyasetdeki bir kısım çıkış tapanmagan mahcubiyetleri, mecburiyetleri yoki tar ko'chaga kirib qilishi, g'arb bilan bo'lgan siyasetdeki tamponsuzluğu bo'libmi Amerika, Yevropa qatorliq davlatlar bilan Türkiye orasidagi siyasetning nacharligi sababidan Türkiye siyaseti Xitoy bilan moslashishga, Xitoy bilan hamkorlashishga majbur bo'lib qiliqliq. Bu tufayli Xitoyning bu xil razil siyasetlariga Türkiye ko'z yumib bununla yol qo'yib yoki bununla dal vaqtida aniq raddiya qaytaranmaslikninki natijalarini ko'ryapmiz. Bu demek emas ki Türkiye Xitoyga sitilib ketdi ya Türkiye Xitoyga aldınıp ketdi yoki Xitoyning aldam xaltisi kirib ketdi deydigan bir hukm chiqmaydi. Xalqaradagi vaziyatda Türk siyasetininki chiqish yo'li topolmaganligi uchun tamponliq siyaset ilib boramiz, qo'shimcha siyaset ilib boramiz degan mushu maqsad bilan Xitoyning bir qism hilimikir, bir qism aldamchi siyasetlariga ko'z yumib, buni yo'l qo'yib kelyapti. İnşallah bu mu xalqaro vaziyatda Turkiyaninki bir muqim chiqish yo'li topgan özüge, özünün bexatarligi bo'layotgan bir qism ishlarniki o'ngshirishi bilan Türkiye mu Sharq Turkiston masalasidagi rolini joriy qildi deb umid qilamiz ham bunga tirishimiz. Ama Türk milleti, 80 milyonluk Türk milleti hech qachon Xitoyninki Sharq Turkistondagi bu siyasetlerini to'g'ri topmoqlik, bunun ham aldanmoqlik, Sharq Turkiston xalqi bilan yuriki bir yeri so'qoqlik. Ama yana Türkiye'de bir kısım komünistler, bir kısım ateist, komünist, mavchi, Doğu Perinçek'e o'xshash, yani Türkiye Komünist Partisi'ne o'xshash, Türkiye'deki PKK qatorliq terör örgütlerine o'xshash bir kısım az sandaki şu guruhlar mı elbette bunun da Xitoy bilan moslashishliq. Ama bular Türk milletini temsil kılanmaydı, Türk milletiga vakolatlik kılanmaydı. Bunundan keyin mu shunga o'xshash faoliyatlar yana davomlashishi mumkin.
Muşu Xitoy kommunist hokimiyati bo'ladi ekan, bu Sharqiy Turkistonda har xil turda dinni cheklaydigan faoliyatlari uzilmaydi. Endi buningdan keyin masalan Turkiyada yana mushunga o'xshash yolg'on soxta iftorlik beradigan yoki o'zininki naqadar bir dinni suydigan yoki dinniy erkinligini suydigan mushtaq bir davlat deb ko'rsatishga urinadi. Endi buningdan keyin agarda Xitoy yana mushundaq faoliyatlarni o'tkazib qolsa, bularga yana davomli izchil holda mushkul usulda qarshi turamsizlar yoki buningga nisbatan boshqa bir planinglar bormi? Biz inşallah hazır 5. ayının 27. günü 2019'da qanday qarşı çıkıp Xitayninki bu faaliyetlerine biz meydanımızda ifadeleyen bolsak 2018 yılımı Xitayning bu rezil ikiyüzlük işbidasını qanday bekar çıkıgan bolsak başka yasımı sünni faaliyetlerine Türkiye'de imkan kadar yol koymagan bolsak bundan kim bu mesuliyetimizde inşallah cari kılımız. Rahmet sizge. Hürmetli Sitim Türk efendim, ziyaretimizin qabul qilganingizga yana bir qatim rahmat etamiz. İnşallah buningdan keyingi ishlaringiz texmi o'ngishli bo'lsin. Biz Cenab-ı Allah'tan teninizin salomatligini tilaymiz. Sizdan Allah razı olsun. Rahmet. Avstriyadagi Amerika elchixonasida Uyg'ur masalasi anlatıldı. Avstriyaning poytaxti Viyana shahridagi Amerika elchixonasining taklifiga binoan Amerika Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonim Avstriyaning poytaxti Viyana, Chex Cumhuriyatining poytaxti Praga qatorliq joylarda 2019 yili 28 maydan 31 maygacha Uyg'ur masalasi haqida doklad berdi. Roshan Abbas xonim 28 may Viyanadagi Amerika Madaniyat sarayida Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlari unsiz dunyoda degan temada doklad berib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga xalqaro jamiyatning sukuti turayotganligi, bu xil vaziyatga qarta cho'qim bir konkretni tadbirning o'tirg'i chiqishi lozimligi haqida nuqtaliq to'xtalgan. Dokladdan keyin yig'inga qatnashgan nopozliq erboblar Roshan Abbas xonimdan Uyg'urlar vaziyatining xalqaroda kun tartibga kelmasligining sabablari haqida turli savollarni so'ragan. Mazkur doklad berish faoliyati shu joydagi Amerika elchixonasining Twitter betida e'lon qilinib, Roshan Abbas xonimning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan ziyonkashliklar haqida tushuncha berganligi tilga ilingan. Ziyaretimizni qabul qilgan Roshan Abbas xonim va Avstriya Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Mavlon Dilshod apandimlar mundaq dedi. Mening bu Yevropadagi ikki davlatga bo'lgan bu qitimqi safarim va dokladlarni berish, tadqiqotchilar bilan so'zlashish jarayonida olib borgan bu faoliyatlarimningki ahamiyati hozirgi shu butun dunyoga Xitoyning yurgizayotgan jazo lagerlari bizning vatanimizni besib olib, vatanimizdagi Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur va boshqa turk millatlarga so'yqirim, irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi va buning Xitoyning bir yo'l, bir balvoq plani bilan bevosita munosabatli ekanligi, Xi Jinpingningki dunyoga xo'ja bo'lish, dunyoni egallash uchun o'tirg'a ko'tarib chiqqan bir yo'l, bir balvoq asosliq bizningki hozir millatimizni butunlay qirib tashlab shu zaminning egallari bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek va boshqa xalqni butunlay qirib tashlab shu bizning vatanimizdan yangi ipak yo'lini O'rta Osiyoga, Yevropaga va Afrikaga etish uchun yurgizayotgan bu rezil qilmishlarini etib berish uchun tirishdim. Hamda buningki hamda shahardagi yerlik xalqni va shu ikki davlat siyosiy yo'llarini Xitoyning haqiqiy abdi bashirsini to'nib yetishiga shuning bilan bir yordamim bo'lgan bo'lsa, ayt xo'sh bo'lma. Bu Pragdagi Amerika elchixonasi va Viyanadagi Amerika elchixonasi xodimlari bu safarning muvaffaqiyatli bo'lganligini deb, bundan keyin yana boshqa
davlatlar ham shunday o'xshash faoliyatni elib berish taklifini berdiganligini aytdi. Faoliyatninki eng chong ehmiyati shu bo'lgan bo'ldi. Avstriyada Sharq Turkiston da'vosi yangi bir qadam bilan elib berilyapti. Chunki bu yerdagi Uyg'urlarninki oz bo'lishining sababchisidan Avstriya Uyg'ur jamiyati tashkilotimi qurilganligi bultu 10-oyning 7-si qurilgan. Qurilib hozircha 8 oy ichida ba'zi bir faoliyatlarni ilib borgan bo'lgan. Endi eng chong ehmiyati shu edi. Endi Avstriyadagi kishilik huquq faoliyatchilarininki Sharq Turkiston masalasiga nihoyatda yaqin va bu masalani takibga ilib turib kuzatayotganligini ko'rib olsak bo'ldi. Chunki bunda bir faoliyatni Amerikan konsolosluğundan talep kılınmagan bolsa, bunda bir faaliyet burada uyuşturulmagan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Roshan Abbasxonim Uyg'ur harakati tashkilotining direktori bo'lish sifati bilan Roshan Abbasxonimniki va oilasining bir qarindoshiniki Xitoy jazo lagerlarida ishganligini sababi bilan chaqirilib bu yerda birinchi eg'izidan Sharq Turkistondagi bo'layotgan ahvollarni tushunchasini olgan bo'ldi. Endi bundan keyingi Avstriyadagi Sharq Turkiston davosining cho'ng bir eshikning ichilganligiga asos solgan bo'ldi Roshan Abbasxonim. Endi biz Avstriya Uyg'ur jamiyati nomidan tuni 28-yil shu yerga qaytilgan tashkilotchilarni, tashkilot xodimlarini va kishilik huquq faoliyatchilari bilan ko'rish orqali Avstriyada kuchli bir Sharq Turkiston davosini ilib borganligimizga bir asosi bir yordamchi bo'lgan bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu Roshan Abbasxonim uyida endi shunda jonliq va qaysarlik bilan bergan doklati uyadagi kishilik huquq faoliyatchilarininki va nopusliq arboblarning shunda diqqatini tatqanlik uchun so'rgan savollariga qanoatlik javob olganligini ko'rgan Xitoy buning chidab turolmay o'zicha Roshan Abbasxonimga hujum qilib beqishni sinab baktı bu yerda. Endi Roshan Abbasxonim bu yerda o'zining siyosiy qobiliyati, qo'saqdagi bilimi, o'qimishliq va ko'rgan tajribalik siyosiy ideyasi bilan buni bijit qildi. Endi u yerda Xitoy hukumatiningki xalqaroga yog'inlardan 11 million inson Uyg'ur nopusining barcha keligini aytdi. Ammo bu xato. Uyg'ur Sharq Turkistonda 20 bilan 30 million orasida Uyg'ur xalqi yashayotdi. Endi bu 20 million bilan 30 million orasidagi bu Uyg'ur xalqininki 3 bilan 5 million Uyg'urninki Xitoy to'plash jazo lagerlarida ishganligi yomon cho'ng bir raqam. Xitoyninki 1.3 milliard nopusi bor. Endi bu nopusininki %10'i 130 million bo'ladi. Bu 130 millionning Xitoyning hozir bir jazo turmalarida ishganligiga ishonmayman. Degandek aqlli va qoyil qilararliq savollar bilan javoblar bilan so'zlar bilan javoblandi. U Xitoymi u yerda mat bo'ldi. Mat bo'lgandan keyin shuk qilib o'tgan bo'ldi.
Milliy kimligimiz va madaniyatimiz yo'qotilib, Sharq Turkiston xalqi xitoylashtirilgan siyosiy, iqtisodiy, diniy huquq erkinliklarimizdan mahrum qilingan millionlagan urug' tuqqan qavm qarindoshlarimiz lagerlarga sulangan mushundaq bir vaziyatda Xitoy hukumatı yolg'on huquq berish tashviqotlari orqali jinoiy qilmishlarni yushirib, xalqaroning ko'zini bo'yashga urinmoqda. Nişiş ve başquruş hukukini, her qaysi milletlerinin öz til yazıqını işletiş ve terakki qildirish hukukini kapalatlendirish, azsalliq millet ammasining örf odatini qo'g'dash va uninga hurmat qilish, azsalliq millet ammasini kamsitish yoki shakli o'zgargan kamsitishni, milliy hissiyotiga azor beradigan so'z harakatlarini qat'iy tuzatish va to'sish kerak. Xitoy televiziya xabarlaridan egallishimizcha, Xinjianggo atalmış millatlar ittifoqligini mustahkamlash, taraqqiy qildirish, suhbat yig'ini chaqirib, har qaysi millatlarning o'z til yeziqini ishlatish va taraqqiy qildirishni kafolatlantirish, oz sonliq millat ommasining urf-odatini qo'g'dash va uningga hurmat qilish, millatlarning madaniyatini qo'g'dash, diniy e'tiqod erkinligi siyosatini izchillashtirish, oz sonliq millat ziyolilarini tarbiyalash, millatlar ittifoqligini ko'z qarchuqini asirgandek asrab, hayotini qadrlagandek qadrlab, onarning donisidek zish uyushish kerak degandek, garchi Xitoy oshkora holda Uyg'urlarga etnik tirg'inchilik qilayotgan, necha million Uyg'ur turmalarga qamalgan, Uyg'ur til yeziqini o'z ichiga olgan, Uyg'ur milliy kimligi ta'tir sanoq bosqichida ketayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı yanala nomussizlarcha yuqorqiga o'xshash butunlay yolg'onlardan to'qilgan xabarlarini tarqitishni davomlashtirmoqda. Xitoy axborot tarmoqlari xabarlarida xuddi ilgirikidekla millatlarning til yeziq huquqi barobarligi haqida nomussizlarcha bildirilgan bo'lib, sabr qilg'usiz bu yolg'onlarga biz ixtiyorsiz holda faqat qonliq xitob va qon qisosga to'lgan savol so'roqlarimiz orqali javob qaytarishga majbur bo'lamiz. Agar xabarda deyilgandek millatlarning til yeziq ishlatish va taraqqiy qildirish huquqi bor bo'lsa, undaqda maktablardagi Uyg'ur tili darsliklar qani? Nima uchun Uyg'ur tili yasli ma'rifidanmi supurib tashlandi? Hukumat organlarida birdek Uyg'ur til yeziqini qo'llanish nimishqa cheklandi? Xitoyning yangi besilgan pulidagi Uyg'urcha xat nimishqa chiqarib etildi? Agar Xitoy degandek millatlar haqiqatan barobar bo'lsa, nima uchun umumiy nupusi 500 mingdan oshadigan Qarmay shahridagi Uyg'urlarning nupusi aran 10% ni egallaydi? Nima uchun Aqsu Oraldagi Uyg'urlarning nupusimi umumiy nupusning 10% ni egallaydi? Millatlar barobar bo'lsa, nimishqa banka, telegraf sistemasini o'z ichiga olgan davlat korxonalarida Uyg'urlar umumiy nüfusta egallagan nisbatda emas, necha million Uyg'ur milliy bo'lginchilik bilan ayblandi. Undaqda zodi qanchalik Xitoy milliy bo'lginchilik bilan turmaga ilindi. Millatlarning diniy e'tiqod erkinligi qo'g'dalgan bo'lsa, nima uchun masjidlarimiz cheqildi? Nima uchun Ramzonda Uyg'urlarga majburiy haroq ishgizilib, tamoq yegizildi? Millatlar ittifoqligini targ'ib qiladi-yu, ko'chadagi tekshirish punktlarida nimishqa Uyg'urlar tekshiriladigan ko'znak boshqa, Xitoylar tekshiriladigan ko'znak boshqa. Jamiyatning har bir halqasida Uyg'ur bo'lgan kamsitishni aniq farq etkili bo'ladigan bugungi kunda Xitoyning millatlar barobarligini eg'izga olishi nomussizlikdan boshqa narsa emas. 30 may Xitoy Savdo Ministerligi xabar bayonotchisi Gaofeng muxbirlar so'ragan Xitoy taraf Amerikaga serak to'pa eksport qilishni cheklamoqchimi degan savoliga javoban, agar har qanday davlat Xitoyning eksport qilgan serak to'pa orqali ishlab chiqargan mahsulotlar bilan Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilmoqchi bo'ladi ekan, uni qabul qilish tas degan. Dastlabda Xitoy hukumat taratqullari Xi Jinpingning Jiangxidagi serak to'pi bazasini ko'zdan kechirganligini kuchab e'lon qildi. Ondan Xalq gazetida e'lon qilingan bir maqolada Xitoyning embargoga qarshi turish iqtidoriga sal qaramaslik. Agar Amerika Xitoy eksport qilgan serak to'pi orqali Xitoyning taraqqiyotini to'saydi ekan, Xitoy hargiz ma'qul ko'rmaydi, dedi. 2010 yili Xitoy Yaponiya bilan orol talishib
munosabati jiriklashganda Yaponiyaga serak to'pini cheklash orqali besim qilgan. Serak to'pi bo'lsa 17 xil ximiyaviy elementning birikmasi bo'lib, to'liq ismi serak to'pa metali yoki serak to'pa elementi deb ataladi. U asosligi davlat mudofaasi, mexanika, elektron, neft, ximiyaviy sanoat, china, to'qimachilik, xurumchilik qatorliq har qaysi sohalarda keng ishlatiladi. Serak to'pini qo'shimcha material sifatida intayin oz miqdorda po'lat va ranglik metall mahsulotlarining xom materialiga qetivatganda po'lat materiallarining chidamchanligini ko'rinarlik oshirib, chirishdan saqlaydi. Xitoyning serak to'pa zapas miqdori dunyo umumiy miqdorining 37%ni egallaydi. Xalqarada 90% serak to'pa Xitoydan eksport qilinadi. Xitoydan boshqa serak to'pa manbasi mol Amerika, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlar bo'lsa, o'zidikini qazmay Xitoydan arzon bahoda import qiladi. Amerika import qilgan serak to'pining 80%i Xitoydan keladi. Yaqinda 5 burchaklik bino Amerikaning serak to'pida Xitoyga beqinish vaziyatini o'zgartirishga taklif berdi. Amerika, Avstraliya şirketleri serak to'pa pishiqlab ishlash loyihasi imzolashdi. Bu haqda Amerika Indiana Bümeryem Universiteti Amerika Davlat Mudofaasi sobiq mutaxassisi, siyosat darsi muavin professori Egin Goliz mundaq dedi. Amerika Xitoy savdo urushi davomlashsa, Xitoy haqiqatan serak to'pini peshki sifatida qo'llanishi, hatto Amerikaga eksport qilishni butunlay cheklashi mumkin. Biroq bu Amerikaga cho'ng ta'sir ko'rsatadiganligidan derak bermaydi. Xitoyning mamlakat ichidagi serak tuproq sohasini kontrol qilishi bakmi tas. Xitoyda qonunsiz kon ichish va eksport qilish ishlari avj olgan. Shundaqla hukumat kontrolidan qutulib, Amerikaga mal ta'minligidek tijorat yo'li nurg'un. Undan boshqa Xitoyning serak to'pa eksportining zo'r bir qismi mahsulot shaklida bo'lib, Xitoy serak to'pini butunlay cheklamoqchi bo'ladi ekan. Generator qatorliq mexanik mashinalarni mo cheklashi kerak bo'ladi. Xitoyning serak to'pa qizish va pishiqlab ishlash texnikasi xalqarodagi ilg'or saviyaga yetmaydi. Xitoy asosligi tuvan bahoga tayinib bozor egallaydi. Amerika bo'lsa boshqa manbalar orqaliqmi ehtiyojini qamday oladi. Amerika hech qanday tadbir qo'llanmagan taqdirdami bozorning elastikiligi Xitoyni maqsadiga yetkazmaydi. Garchi 5 burchaklik bino Xitoyning serak to'pi strategiyasidan ortiqcha ansirab ketgan bo'lsa-mu, Amerika buni bahona qilib, Amerika milliy egiligini qo'g'dashni yana bir qitim kuchaytirishni to'liq xohlaydi dedi. Xitoy korxonalari texmi cho'ng zarbaga uchirmoqda. 15 may Amerika prezidenti Donald Trump Amerika şirketlerining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ygandan keyin Google şirketi boshliq nurg'un chet el korxonalari Huawei bilan bo'lgan hamkorlik va Huawei'ni mal bilan ta'minlashni to'xtatganligini orqa-orqadan e'lon qildi. Özek ishlab chiqarish şirketlerining Huawei'ni mal bilan ta'minlashni to'xtatishi Huawei'ga cho'ng zarba bo'ldi. Dunyodagi Huawei abonentlaridan boshqa dunyo jamoatchiligi dunyoning ikkinchi cho'ng aqlli telefon yasash shirkatining buguni va kelgusiga qiziqayotgan mushundaq bir paytda Huawei'ning bosh lideri Ren Zhengfei Huawei o'z mahsulotini 2019 yilning oxiri yoki 2020 yilning boshlarida bozorga soladiganligini e'lon qildi. Trump hukumati olgan bu qarorning cheklangan shirkatlar qora tizimlikida Huawei shirkatini o'z ichiga olgan 70 shirkatning bor ekanligi xabar qilindi. Huawei'ning bu qarori e'lon qilingandan keyin analizchilar Huawei o'z mahsulotini bozorga solsa,
Yangi mahsulotining sifati burun ishlatgan ARM o'zikiga o'xshash chiqamdi. Tannarxi qandoq bo'ladi deganlarni analiz qilib, bu faqatla axborot orqali o'zining bardoshlik bera oladiganligini ifodalash. Huawei haqiqatan mushundoq qila olamdi deganga kelsak, bu undoq oson emas deganlarni bildirishdi. Huawei'ning ishki xodimlaridan egallagan uchurda Huawei şirketining hozir odam qisqartish ilib berishga boshlaganligi ma'lum bo'ldi. Huawei'ning bosh lideri aytgandek, Huawei rostilla o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari yasayolgudek ilg'or saviyaga yetdimi deganga kelsak, amaliyotda ishlarning undoq oson emasligi o'tirg'i chiqdi. Huawei şirketining ma'lum bir ishki xodimi Huawei'ning atalmış o'z texnikasining birisi pul xajlab setib olish, yana birisi o'g'irlashdan kelgan bo'lib, bu şirket asosliq arzon emgak kuchlaridan foydalanib, foyda olib taraqqiy qilganligi, ularning atalmış texnik xodimlarining qiladigan ishi bo'lsa, sistemini setib olib, shu sistemining tushuntirish kitobini ko'rib chiqib, sistemini qurashtirish ekanligini oshkorladi. 5-ayning 22 kuni Amerika Xalqaro bexatarlik idorasi Xitoyning 10 korxona va 3 shaxsga cheklash ilib bordiganligini e'lon qilib, hukumat tarmoqidagi har qanday organning bu korxona va shaxslar bilan har qanday shakldagi mulozimat, mahsulot va texnika turlari bo'yicha to'xtamlashganligini, ularga hech qanday yordam qilmasligini va ijozatnoma berishni to'xtatadiganligini o'tirg'i qo'ydi. Buningga qarta Xitoy tijorat ministerligi bayonotchisi Gao Feng payshanba kuni tushdan keyin inkos bildirib, Amerika tarafining olgan tadbirlariga allaburun diqqat qildik. Xitoy taraf buningga qarshi qattiq inkos bildirdi. Amerikaning bu xil o'z beshimchilik harakatiga bo'lgan eng yaxshi javob Xitoy korxonalarining iqtisodini texmi taraqqiy qildirish. Xitoy hukumati davomli islohotni cho'nqirlashtirib, ishni texmi cho'ng echib etib, korxonalar uchun texmi muqim, adil, qulay va kontrol qilg'ili bo'ladigan tijorat muhiti yaratadi dedi. Buningdan boshqa Trump hukumatining Xitoydagi eng cho'ng kuzatish kamera shirkati Haykangni qora tizimlikka kirgizishni o'ylashayotganlik xabari chiqdi. Agar Haykang qora tizimlikka kirgizilsa, Haykang shirkatining Amerikadan hech qanday texnika kirgizishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Bu xabarlar Xitoyning yuqori texnika shirkatlarining buningdan keyin texmi qiyin ahvolga tushadiganligidan derak bermoqda. Guju universitetining dam olishga chiqqan o'qituvchisi Sung apandim payshanba kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratida Xitoyning texnika o'g'irlab, nomuvofiq yo'llar bilan taraqqiy qilishini Xitoy madaniyatiga bog'lab aybladi. Shundaqla bu qilmishning natijasining salbiy oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini bildirdi. Zhejiang Shaoxinglik bir yozuvchi ziyoratda Xitoy bozorining kelgusidan qattiq andishi qiladiganligini bildirdi. U Xitoy cho'qim hozirgi iqtisod sistemasiga xotima berib, bozorni haqiqiy echib etish bilan birga xalqning huquqini butunlay xalqqa o'tkazib berish orqali chiqish yo'li topa oladiganligini bildirdi. Angliya bosh vaziri Theresa May 7-iyun Konservativlar partiyasi raisligidan istifa berganligini e'lon qildi. Angliya bosh vaziri Theresa May Angliyaning Yevropa birligidan ayrilish plani haqida so'z qilganda parlamentni qayil qilish uchun 3 qitim uringan bo'lsa-mu, g'alaba qila olmaganligini bildirdi. 24 may bosh vazir turalg'usi Davin Kotsi 10 nomerining oldida bergan bayonotning oxirida hayajonlangan Theresa May ovozi titragan holda hayotimning iftixori bo'lgan bu vazifadan pat yaqinda istifa berman. Men Angliya tarixidagi ikkinchi ayol bosh vazir. Ammo oxirgisi emas. Men so'ygan bu davlatga xizmat qiladigan bu vazifani dushmanlik pozitsiyasida emas, balki nihoyatda cho'ng minnatdorlik hissiyoti bilan o'tkazib beryapman dedi. Xabarlarda bildirilishicha, Theresa Mayning istifa berishining sababi uning parlamentga sunish uchun tayyorlagan Angliyaning Yevropa birligidan ayrilish yangi planiga qarata o'z partiyasi qarshi inkos qaytirib,
uni xizmetidan istifa berishga besim qilgan. U Angliyaning Yevropa Birligi bilan tuzgan Angliyaning Yevropa Birligidan ayrilish planini 3 qitim parlamentda ovozga qo'yishga sungan bo'lsa-mu, qo'llashga erishalmagan. Konservativlarning asosi bo'lgan Ishchilar partiyasi bilan bu haqda elib berilgan ko'rishishlarning foydasi bo'lmagan. Theresa May seshanba kuni parlamentda so'z qilib, Angliyaning Yevropa Birligidan ayrilish qarori ma'qullansa, ikkinchi saylam haqida bilet tashlash elib berish to'g'riliq taklif bergan. U bu orqali Ishchilar partiyasining millat vakillarining qo'llashiga erishishini planlagan. Mayli Ishchilar partiyasi bo'lsin, mayli Konservativlar partiyasi bo'lsin, har qaysi partiyalar ichida o'xshamagan fikrlar o'tirg'i chiqqan. Kabinet a'zolari orasida bu kelishimga ochiq qarshi chiqqanlar bo'lganidek, konservativlar orasidami bu planni qo'llamaydiganlar ko'payib, ular Theresa Mayning istifa berishini talab qilgan. Peshqadam raislardan biri bo'lgan Andrea Leadso'mning chorshanba kuni istifa berishi bu besimni texmi oshiribdi. Konservativlar partiyasining saylimi 10-iyun boshlanadigan bo'lib, yangi rais saylanguncha Theresa May vazifasini o'taydi. Bosh vazir saylimiga 13 nomzod ko'rsatilgan bo'lib, hozir Angliyaning Yevropa Birligidan ayrilish planining qandaq bo'ladiganligiga bir narsa deyish qiyin ekan. Hörmətli televizor görgüçülər, bu qitimli xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Köngül qoyub görgünənlərə rəhmət. Kelər qitimli xəbərlərimizi görüşəyli. Xeyir xoş.